boshlang. Assalomu alaykum. Komissiya a'zolari, bugun Oqsuv Irgasiya tizim boshqarmasi boshlig'i o'rinbosarligiga vakant lavozimiga ochiq tanlov orqali nomzodimiz test bosqichidan o'tganlar suhbat bosqichini jarayoni ketyapti. Hozir nomzodni taklif qilamiz. Nomzod Farmoni Bahriddin, kiring. Men Farmoni Bahriddin Halimovich, Oqsuv Irgasiya tizim boshqarmasi boshliq o'rinbosarligiga nomzod. Marhamat Bahriddin aka, men 5 ta bilet turibdi. Ichidan ixtiyoriy ravishda bittasini tanlab, savollarni baland ovozda o'qib eshittirib, ketma-ketlikda o'sha javob berishingizni so'raymiz. Komissiya a'zolariga. Birinchi savol o'sha Bilet raqamini tanishtiring. Bilet raqami yo'qmi? yo'qda. Bilyor aka, bilet raqami bu. Savol o'qib ketaman. Savol, birinchi savol. Birinchi savol, melioratsiya nima? Uning faoliyatiga nimalar kiradi? Melioratsiya shu lotincha so'z bo'lib, o'sha yerlarni faoliyatini qishloq xo'jalik rivojlantirish uchun foydali bo'lgan tadbirlarning hammasi o'sha qishloq xo'jalik melioratsiya deyiladi. Yerlarni melioratsiya, gidrotexnik va o'sha tuproqning suv va sho'rini asosiy yuvish, qarshi kurashish o'sha melioratsiya va boshqa turlardagi mavjud melioratsiya. Bahriddin aka, o'sha melioratsiya holatini yaxshilash uchun tadbirlar amalga oshiriladi. Nima tadbirlar amalga oshiriladi? Masalan, dehqoncha aytganda nima tadbir? Asosiy melioratsiya sho'r yuvish. Sho'r yuvish yana. Tuproqni o'sha unumdorligini oshirish uchun kerakli o'sha natijalarni qilishdi. Melioratsiyada o'sha asosiy o'zi gidrotexnik inshootlari bo'ladi, misol. Qaysi gidrotexnik inshootlari misol ta'mirlanadi, rekonstruksiya qilinadimi? Kollektor, zovurlar asosiy. Qanday ishlar amalga oshiriladi? Kollektorlarni tozalash ishlari olib boriladi. Zovurlarni o'shani konstruksiya qilib davlat dasturlarga kiritilib, tozalashlarni anaqa qilib amalga oshiriladi. Yer osti suvlarini bevosita o'rganadi va kuzatib quduqlari bo'ladi. Har oylik ma'lumotlarni olib o'sha davlat dasturi doirasida qaysi tashkilot buyurtmachiligida amalga oshiriladi? Direksiya. Qashqadaryo qurilish investitsiya, suv qurilish investitsiya. O'sha buyurtmachilikda amalga oshiriladi. Ikkinchi savol. Ikkinchi savol, drenaj turlari, ularning ishlash usullari. Qaytadan o'qing savolingiz. Qaytadan baland ovozda o'qing. Drenaj turlari, ularning ishlash usullari, zovur tarmoqlarini ishlatishga texnika va mehnat xavfsizligi. Drenaj turlari o'sha suv, yerosti suvlarini ortiqchasini chiqarib yuborish va yerosti suvlarini sathini pasaytirishda botqoqlanishini, sho'rlanishini oldini olish, xavfini oldini olish, o'sha bartaraf qilishga yordam beradi, drenaj asosiy. Zovur tarmoqlarini ishlatishda texnika va mehnat xavfsizligi. Zovur tarmoqlarini o'rnatilgan o'sha suv o'lchash postlari. O'sha har bir tashkilotda qanaqa bo'ladi? O'sha mas'ul texnika xavfsizligi bo'yicha asosiy mas'ul odam bo'ladi. O'sha har oyligi yoki o'sha kvartalni qo'l qo'ydirib, mehnat texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilishni nazorat qilib boradigan mas'ul shaxs bo'ladi. Keyingi savol. Uchinchi savol, O'zbekiston Respublikasi suv va suvdan foydalanish to'g'risidagi qonunning asosiy vazifalari nimadan iborat? Suvdan foydalanish nimalardan iborat? Suvdan foydalanish to'g'risidagi qonunning vazifalari o'sha suvdan samarali va oqilona foydalanish,
tartibga solish suvni munosabatlarini va shuningdek suvga bo'lgan o'sha e, e, korxonalar, muassasa tashkilotlarni ham o'sha huquqlarini himoya qilishdan iboratda. Fermer va dehqon xo'jaliklarini huquqlarini muhofaza qilib, ularni tartibga solishdan iborat. Asosiy suvdan foydalanish bo'yicha. Savolga o'tiring. Yana ekranga qarab batafsilroq yoritib, yana ozgina qisqa to'ldiring. Suvdan foydalanish qonun vazifalari asosan o'sha suvdan foydalanuvchilar, asosiy fermerlar, dehqon xo'jaliklar, korxona va boshqa turdagi qanaqa suvdan foydalanish bo'yicha nima desam, o'sha muassasalar bo'lsa, o'shalarni suvni solishni tartibga solishdan va o'shani huquqlarini himoya qilishdan iboratda asosiy suvdan foydalanish qonuni. Yaxshi, keyingi savolga. Tashkilotingiz xizmat qiladigan hududdagi suv manbalari va inshootlarni ishlash tizimini tushuntirib bering. Tashkilotingiz xizmat qiladigan hududdagi suv manbalari. Masalan, YTB asosiy tarmoq Hisarak suv omboridan olib, Oqsuv gidrozildan olib tumanlarga tarqatiladi. Havza boshqarmasidan xabarnoma asosida har bir tuman bo'yicha limit asosida biz taqsimlab beramiz. Qolgan suv omborlarga ham xuddi bizga 7 ta suv ombor bo'lsa, qolgan suv omborlarga xuddi shunaqa. Xuddi oldida daftarimiz bor. Qo'l qo'ydirib, narsa qilib xabarnoma asosida taqsimlaymiz har bittasiga. Qancha tumanga qancha aytilganimizni. O'sha Oqsuv YTB Ergasiz tizim boshqarmasining balansidagi suv omborlar qaysi suv omborlar? Shuni bilasizmi? Sanab beringchi. Hozir 8 ta suv ombori bor. Shundan eng kattakoni Chimqo'rg'on suv ombori 500 million loyihaviy hajmi, ikkinchisi Qorabog' suv ombori 7,5 million, Yangiqo'rg'on suv ombori 3 million 300 loyihaviy hajmi, No'g'ayli suv ombori 3 million loyihaviy hajmi, Qizilsuv suv ombori 9 million, Sho'roqsoy suv ombori bor Kitob tumanidagi 2,5 million. 8-inchisi ishlanadi u Sharqsabz tumanidagi Toshloqsoy suv ombori. U o'sha avariyni holatga 98-yil avariyni holat yuzaga kelgani uchun konservalangan hozir. U ishlatish ishlamaydi. Qolgan 7 tasi ish jarayonida. O'sha o'zida o'tgan eng katta mayli 3 ta suv omborida suv olish manbalarini aytib o'ting. Qaysi masalan daryo yoki soylar orqali shakllanadi o'sha suv ombordagi suvlar. Masalan, Chimqo'rg'on eng katta. Asosiy Chimqo'rg'on suv ombori Qashqadaryo o'zanida qurilgan. Xo'p, Sharqsabz tumanidagi Tanxoz daryo, Oqsuv daryosi va Yakkaog' daryoni irmoqlari qo'shilib Qashqadaryoga bitta bo'lib, havza bo'lib, Chimqo'rg'on suv omboriga qo'yiladi. Asosiy suv Qashqadaryo daryosida shakllanadi yana unga qo'shimcha bo'lishi mumkin Zarafshon daryosida Iskanxon kanali orqali Qashqadaryo o'zlariga suv tayyorlanib, u ham yordamchi paketka bo'lib bajaradi. Qorabog' suv ombori masalan, bu Yakkaog' daryodan o'zini tashlamasi orqali, kanal orqali sun'iy ravishda suv to'ldiriladi. Qizilsuv suv ombori ham eng kattakon 9 millionlik ham Turnabuloq daryosining o'zanida joylashgan. Asosiy o'sha daryoning o'zlaridan to'ldirib foydalanadi. Keyingi savol. Tomchilatib sug'orish texnologik afzalliklarini sanab bering. Tomchilatib sug'orish boshqa sug'orish usullariga nisbatan suvni tejaydi. Asosiy 20% dan 50% gacha suv tejashga olib keladi. Uni turlari tomchilab sug'orish, yomg'irlab sug'orish va egiluvchan quvur orqali sug'orish. O'sha me'yor darajasi ekinga belgilangan muddatga yetib borib, o'sha masalan, suvni tejash imkonini beradi, yo'qotishni kamaytiradi. Tuproqdan kamroq suv bug'lanadi. O'sha to'liq tuproqqa suv singib borishga to'liq yordam beradi. Tomchilatib sug'orish asosiy afzalligi shu. Boshqa masalan faqat egiluvchan quvur yoki shu yomg'irlatish qilsa-da u ichiga texnika ham kiritsa bo'laveradimi? Texnika kiritilmaydi. Yomg'irlatib sug'orishdan keyin bo'ladi, albatta.
agar shlanka qator oralab qo'ygan bo'lsa kirsa bo'ladi. Yo'q, shlenkani bir anov bo'lgandan keyin uni olinadi, qaytarib olinadi. O'sha tomchilatib sug'orishda afzalliklari o'zlayotgan suvda asosiy iqtisod qilish, agrotexnik tadbirlarga ketadigan xarajatlarni tejashda, to'g'rimi? Shuni orqasida masalan hozir mana Hasan aka aytib o'tganlarida agrotexnik tadbirlarga ketadigan xarajatlar sezilarli darajada qisqaradi. Iqtisod qilinadi. Iqtisod qilinadi. 5 ta savol yo'q. Komissiya a'zolarida qo'shimcha savol bormi? Hozir. Savolim bor, yo'q, siyosiy emas, mana shu suv xo'jaligi sohasida savolim bor endi buni har bir suvchi bilsa kerak deb o'ylayman. O'zbekiston Respublikasining suv kodeksi to'g'risidagi qonuni qachon 2025-yil 31-iyulda qabul qilindi. 2025-yil 31-oktyabrdan kuchga kirdi. Suv yetimiga masalan yosh kadr ekansiz, o'tgandan keyin qanday tashabbuslar bilan o'sha tizim boshqarmani rivojlantirishga, faoliyatini yanada nima deydi, yoritib borib, o'sha rahbarga qanaqa takliflar bilan kirib, misol rejalaringiz bormi? O'sha o'tishdan maqsad masalan agar o'tadigan bo'lsangiz, komissiya a'zolari sizda ma'qul deb topadigan bo'lsa. Qanaqa maqsadlar bor misol o'sha tashkilotga o'rinbosar bo'lib o'tgandan keyin? Qaysi yo'nalishda misol birinchi bosqichda qandaydir bitta yoki ikkita yoki uchta yo'nalishda konkretniy o'sha tashkilot uchun xizmat qilib, sezilarli darajada shu qaysi ko'rsatkichlarni ko'tarishga asosiy kuchingizni sarflamoqchisiz? Endi men asosiy bizga yo'nalish bu birinchi suv masalasi bizaga. Suvlarni oldini o'sha besamar ketishini oldini olish, tumanlar bilan o'sha oldin nima desam, kelishib besarf qilmasdan ishlatish. Ikkinchi masalam shu yordam erishi masalasiga qattiqroq qilib yordam bermoqchiman, o'sha pul tushum masalalariga. Qanday? Qo'limdan kelgancha texnikami, yer shartnomaviymi, har qanaqa nima uslubi bo'lsa hammasiga nima desam, chuqurroq kirishib, yuzaki emas. Qo'limdan kelgancha bor kuchim bilan harakat qilib, harakat qilamiz. Asosiy birinchi yo'nalishimiz suv, baribir suvdan foydalanish va o'sha suv omborlarida ham bari texnik xavfsizlik jihatdan yaxshi ishlashi bo'yicha bir yaxshi bir shug'ullanamiz. O'sha suv omborlarida monitoring o'tkazib, chig'iroq tuzib, mutaxassislar bilan kamchiliklar bartaraf etish bo'yicha rahbariyatga shu takliflar kiritib borishdi. xuddi shunday. Komissiya a'zolarida boshqa savol bormi? Hurmatli nomzod, sizga bergan savollar komissiya xulosa qilardi. Sizga o'zingizning shaxsiy portalingizga SMS tarzida xabarini yuborishadi. Rahmat.